Bugun biz matonat egalari haqida so'zlaymiz. Ular dunyoga boshqacha nazar bilan boquvchi, ammo yashashga, yaratishga bo'lgan muhabbati cheksiz insonlar. Ular har bir qadamida, har bir harakatida irodaning, sabr-bardoshning eng yorqin namunasini ko'rsatuvchi qahramonlardir. Biz ushbu kunning nogironligi bor, ammo hayotga muhabbati va matonati cheksiz insonlarga bag'ishlaymiz. Ular kimgadir qaram bo'lib o'tirishgani yo'q. Egamberdiyeva Jumagul. U obodonlashtirish bo'limida ishlab, shahrimiz ko'chalarini toza va ozoda tutishga o'z hissasini qo'shmoqda. Tadbirkor inson. U savdo-sotiq bilan shug'ullanadi va doimo kitob mutolaasi orqali o'z tafakkurini kengaytirib boradi. Xodimlariga, tashkilotchilarga yangi kitoblar vaqtida berilyapti. Ularning har biri iroda va matonat timsoli. Ular mehnat, bilim va o'ziga bo'lgan ishonch bilan hayotda imkoniyatning chegarasi yo'q ekanligini isbotlaydilar. Azizlar, keling, bu insonlarni qo'llab-quvvatlaylik. Ular ham biz kabi teng huquqli va faol jamiyat a'zosidirlar.